Xo'p, hozir biz mana shu momentda mana shu kartinkani ko'rib chiqayotgandik. M5 time frame qaysi strategiya bo'yicha savdo qilaman, eng ko'p razgon qiladigan strategiyam, kirish va chiqish zonalarini aniqlab olishimiz, sniper entry uchun eng ko'p ishlatadigan strategiyam. Birinchi o'rinda sweepni Instagramda tushuntirib berganimda ko'pchilik adashyapti. Juda ko'pchilik. Men основной M5 ni ishlataman. Mana qaranglar, sizlarga polniy prem sekretlarini ochib beraman. Birinchi o'rinda biz qilishimiz kerak bo'lgan narsa bozorda maksimum yoki minimum zonalarni belgilay olamiz. Xo'p, biz mana shu yerdan boshlaymiz. Maksimum, minimum zonalarni belgilay olamiz. How yozdik? M5 time frame. Все. Maksimum zonasini oldik. Maksimum zonasini biz zona sifatida oldik. Minimumga ham biz liniya chizib oldik. Minimum maksimum zonasi bo'lganimizdan keyin bozor harakatini kuzatamiz. Bozor chiqyapti. Maksimumni birinchi tanasi bilan yechdi. Shu time frame, shu switchani o'zi pastda yopildi. Ya'ni bizda shunga o'xshagan shaklda ko'rinib yopildi. Endi bu zona bizda sweep hisoblanadi. Все. Biz уже sellga entry qilgan holatda stopimizni mana sweep qilgan maksimum tepasiga qo'yamiz. Stopni ko'rasizlar, qanaqa kichkina stopimiz shu yoqqa qo'yildi. Sell entry qildik. Endi take profitimiz M5 time frame'dagi birinchi reaksiya beruvchi zona hisoblanadi. Instagramga oxirgi qo'yilgan post, oxirgi qo'yilgan darslik order block bizda mana bu zonamizda order block bor. Mana bu juda chiroyli kombinatsiya. Bo'ldi, biz bu yoqda ochgan sellarimizni bu zonada save qildik. Xohlovchilar risk qilmoqchi bo'lganlar order blockdan buy entry qildi, chunki bozor maksimumlarni yechib turib harakat qildi. Buy entry qildik. Bizning take profitimiz ikkinchi qanaqadir reaksiya beruvchi zona hisoblanadi. Bu yoqda bizda paka reaksiya beruvchi zonamiz yo'q. Shuning uchun biz endi maksimumga biz mana bu yoqdagi minimumni bu yoqdagi minimumga ko'chiramiz. Chunki o'sha bizda maksimum minimum yengilandi. Shuning uchun biz bu yoqdan order blockdan buy entry qilganimizda maksimumga take profit qo'ydik. Bozor maksimumni yechib turib sweep qilyapti. Sweep qildi. Biz sell entry qilganimizda stop lossimiz mana maksimum bo'ladi. Take profitimiz bo'lsa ikkinchi reaksiya beruvchi zona. Bu yoqda ham bizda xuddi shunaqa order blokimiz mavjud. Xuddi shunaqa mana bizda order blokimiz bor. Bozor endi bu order blokdan harakat qilib turib, endi qaranglar, shu moment bizda maksimum take profit buy entry qilganimizda minimumga biz proximate qo'yib qo'yamiz. Maksimumga kelganda biz уже entrydan chiqamiz. Все, уже bizda bu yoqda hech qanaqa order blok ham yo'q, sweep qilgan zonasi ham yo'q. Shuni hisobiga все, biz savdodan chiqdik. Mana bu yoqdagi kombinatsiyalar просто sweep bo'lyapti. Mana bu yoqni sweep qilyapti, bozor mana momentgacha tushib beryapti. Bu yoqdan o'sha harakatini buy o'zgartirib ketyapti. Bizda yana yangi maksimum qilyapti, yangi